aliment qanday tartibda undiriladi? MIBdan telefon qilyapti, aka alimentingiz bor ekan. Bu narsa mumkinmi degan savollar bo'ladi. Aliment miqdori demak Oila kodeksi 96-99-moddalariga ko'ra oylik va boshqa daromadlardan kelib chiqib belgilanadi. Bu ma'lum uyim, men uy borganman desa, ayol aytyaptiki, Hadya sifatida uy berayotganlar yoki mashina berayotganlar eshitib qo'ysin. davlat ham aliment to'lashi mumkinmi? Davlat alimentni bir qismini qoplar ekan yoki Otalik huquqidan mahrum bo'ldi yoki onalik huquqidan mahrum bo'ldi degani bu aliment to'lashdan ozod bo'ldi degani emas. Nima sababdan chiqayotganingizni asoslab berishingiz kerak. Siz masalan umra yoki haj safarlariga borishingiz mumkin. Siz davolanish uchun borishingiz mumkin. Siz demak qanaqadir daromad yoki konferensiyalar masalasida borishingiz mumkin. Demak, bu holatni ham sudga isbotlab berish demak majburiyati sizda bo'ladi. Hozir savol kelib chiqdi hozirgi holatda. Masalan, davolanishga ketmoqchi yoki bo'lmasa aylanishga ketmoqchi, biroq alimenti bor, tasdiq bor. Uni ham sudga berib, bekor qildirib, 3 oylab yurish kerakmi? Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Yurist podkast loyihamizning yana bir navbatdagi muhim sonini boshlash arafasidamiz. Ushbu sonda mehmonimiz Muhriddin akamiz Shamsiddinov, advokat, professional mediator hamda sizlar tanigan, bilgan professional advokat, korporativ yurist Muhriddinxon Fayzullayev akalarimiz bilan birgalikda muhim, qiziq, ko'pchilik uchun kerakli bo'lgan aliment mavzusini muhokama qilamiz. bugungi kunda juda ham ko'pchilikni qiynab kelayotgan masala, juda ko'pchilik savollar bilan murojaat qilishadi va hamma savollarga ham o'z vaqtida javob topisha olishmaydi. Demak, aliment masalasi. Aliment qanday tartibda undiriladi? Aliment faqat sud tartibida undiriladimi? Uning uchun sud qarori bo'lishi shartmi yoki sud buyrug'ining o'zi yetarlimi? Bunda nima farq bor? Shu to'g'risida shundan boshlab olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat savolingiz uchun Muhriddin aka. Demak, aliment undirish bo'yicha sudga murojaat qilish shart emas. Agar er-xotin aliment to'g'risida o'zaro kelishuvga erishsa, og'zaki asosda er tomonidan demak aliment to'lovlari amalga oshirilishi mumkin. Har qanchalik qat'iy belgilangan qanaqadir summada. Bu avvalo bola manfaati uchun beriladigan summa, uni ma'lum bir summaga bog'lab qo'yish o'zi ham noto'g'ri bo'ladi. Lekin amaliyotda ba'zi holatlar borki, o'zini farzandini ta'minlab qo'ymaydi otalar yoki onalar tomonidan. Bunday holatda demak sudga murojaat qilishga majbur bo'lishadi. O'zaro kelishuv tuzish imkoniyati yo'q. Xoh bu og'zaki bo'lsin, xoh notarial kelishuv bo'lsin. Demak, bunday vaziyatda tegishli tartibda o'sha javobgar qaysi hududda yashasa, o'sha hududdagi fuqarolik sudiga xohlasa ariza bilan murojaat qilsin, xohlasa da'vo ariza bilan murojaat qilsin. Buni farqi bor. Agar siz ariza bilan murojaat qilsangiz, sud tomonidan sud buyrug'i chiqariladi. Agar siz da'vo ariza bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, sud tomonidan hal qiluv qarori chiqariladi. Sud buyrug'i chiqarilishi protsessi juda tez, hal qiluv qarori jarayoni ko'p ko'rilishi mumkin. Unisidan 1 oylik shikoyat muddatlari bor. Bunaqa holatda odatda biz fuqarolarga sudga demak aliment undirish bo'yicha ariza, demak undiruvchi va qarzdor ko'rsatiladi arizada va demak davlat boj to'lovlaridan ozod etiladi va o'sha tegishli tartibda pochta xarajatlarini to'laydi. Shu joyda bitta narsani aytib ketdingiz, ya'ni hal qiluv qarori yoki sud buyrug'i. Ko'pchilik dadalar, otalar tomonidan murojaat keladi. Meni sudga kim chaqirmadi, xabarim ham yo'q. MIBdan telefon qilyapti, aka alimentingiz bor ekan. Bu narsa mumkinmi degan savollar bo'ladi. To'g'ri, bunaqa savollar bo'ladi. Odatda sud buyrug'i tartibida ish ko'rilsa, nafaqat qarzdor, balki undiruvchi ham sudga chaqirilmaydi. Sudga ma'lumotlar taqdim etilsa, demak tegishli hujjatlar, bolalarning metrikasi, ya'ni guvohnomasi, nikoh, ZAKS xatlari taqdim etilsa, sud shu asosida demak aliment undirish haqida buyruq chiqarib beradi. Qo'pol qilib aytganda, bolang bormi, qaramayapsanmi, to'laysan degan prinsip asosida o'sha sudga chaqirilmaysiz. U aliment to'lashda ayolim meni sudga chaqirmadi, sud meni jalb qilmadi degan vajlar bilan aliment to'lamaslikdan, aliment to'lashdan bo'yin tovlash bu noto'g'ri, noqonuniy hisoblanadi. Sud buyrug'i soddalashtirilgan tartibdagi ishlar ko'rilishadi. Demak, ayniqsa, masalan, aliment masalasini oladigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri ma'lum bo'lgan aliment to'lanishi kerak. Aliment bu qonun bilan belgilangan. Eng kam miqdorlari to'g'rimi? O'rtada tomonlarni chaqirib o'tirish shart emasligi ham shunda. Ya'ni ma'lum hammaga aliment to'lash shartligi yuzasidan kelib chiqadi. Ya'ni sud buyrug'ini bekor qilish mumkinmi? Bu ham boshqa masala. Chunki Nozik tomonni ko'tardingiz siz. Buyruq tartibida bo'lganligi uchun u o'rtada agar nizo bo'ladigan bo'lsa alimentning miqdoriga nisbatan, unda qanaqa qilishimiz kerak?
Endi bu holatda ham Fuqarolik protsessual kodeksida agar sud buyrug'i demak qabul qilingan kundan boshlab 10 kun ichida shikoyat qiladigan bo'lsa yoki muddatni uzrli sababkor o'tkazib yuborsa, uzrli sababini asos qilib iltimosnoma kiritsa, muddatini o'tkazib yuborganda sud tomonidan ushbu buyruq bekor qilinib, demak aliment undiruvchiga umumiy tartibda, ya'ni da'vo ariza bilan murojaat qilish huquqi tushuntiriladi va bunday holatda albatta demak javobgar, ya'ni aliment to'lovchi shaxs sud majlisida ishtirok etishi kerak bo'ladi. Ya'ni e'tibor qilamiz, 10 kunlik muddat esdan chiqarmaslik kerak sud buyrug'i qabul qilingandan keyin. Agar bu muddat o'tib ketadigan bo'lsa, o'tib ketganligini uzrli deb topish sababi bo'lishi kerak. Nima uchun? O'sha u yoki bu sud buyrug'idan noroziligimiz yuzasidan. Yaqinda xuddi shu holat bo'yicha zo'r keysga uchrab qoldim. Bolalar onada, ikkita farzand bor. Ota bilan 6 oydan ortiq muddatdan beri birga yashalmayapti va ota sudga berib aliment onadan undiryapti. Holbuki bolalar onada va ona chiqyaptiki, men deydi erimni shu mayli qiynalib qolmasin, boshqa qilmasin deb alimentga bermay yurgan holatimda bolalar menda bo'lib turib erim meni berayotgan qattiq tegdi menga deyapti. Va biz o'sha harakatlarni boshladik. O'sha xuddi siz aytgandek, masalan 25-sanada qaror o'sha sud buyrug'i chiqarilgan bo'lsa, biz keyingi oyning 1-2 sanasida buyruqni bekor qilish bo'yicha o'sha ariza kiritdik-da, o'sha unda asos qilib mahalladan dallotnoma qildirib oldik. Ya'niki o'sha mahalladan borib uyda haqiqatan A va B mana falonchi bolalar onasi bilan birgalikda yashayapti, otasi bilan emas va otasi bilan qaramaydi, onasini qaramog'ida degan dallotnomani ilova qilib sudga kiritdik va sud tomonidan ushbu sud buyrug'i bekor qilindi. Va bevosita endilikda ayol o'zi qaytadan erini alimentga berishi mumkin. Xuddi mana shunaqa noto'g'ri holatlarda, asossiz holatlarda, ya'ni sud buyrug'i chiqarilganda aynan sudga borib odamni uyiga tekshirmaydi-da, mana shu tomoni bor. E'tiborli bo'lish kerak. Agar keladigan bo'lsa, noto'g'rimi, muddat o'tkazib yubormasdan, aynan 10 kunlik muddat ishsa yoki muddat o'tib ketsa, yuqorida aytganingizdek, uzrli sabab bilan kiritiladigan bo'lsa, asosli bo'lsa, hujjatlar yetarli bo'lsa, bevosita o'sha arizangiz qanoatlantirilishi mumkin. Shunday, to'g'ri. Endi keyingi savolga o'tamiz. Aliment to'lash masalasiga. Aliment qanday tartibda to'lanadi? Aliment faqat oylik maoshdan to'lanishi kerakmi? Bugungi kunda oylik maoshi 10 million bo'lib turib 1 million so'mga kamaytirib qo'yganlarni bilamiz. Oylik maoshdan to'lanishi kerakmi yoki shunaqa holatlar bo'ladi, aliment to'lash kerak bo'lgan shaxsni bir nechta kompaniyalar bor va u kompaniyalardan dividendlar oladi. Bu qorovul lekin yoki lekin o'sha korxonada o'zi bir ishchi sifatida rasmiylashtirilgan yoki deylik o'sha aliment to'lovchini mualliflik huquqlari bor, u bo'lishi mumkin, shoir bo'lishi mumkin, qo'shiqchi bo'lishi mumkin va undan ham u daromad oladi mualliflik huquqidan. Xo'sh, mana shu holatlarda alimentning miqdori qanday belgilanadi? Xuddi oylik ish haqidan belgilanadi. Aniga o'xshaydi, talabalar chiqadi va stipendiyamdan ushlab qolibdi, shu to'g'rimi degandek. Shunday, bu bo'yicha ham ikkita demak masalada gapirsak bo'ladi. Aliment to'lovlari miqdori va demak o'sha bo'yin tovlash masalasida, ya'ni javobgarlik masalasida. Aliment miqdori demak Oila kodeksi 96-99-moddalariga ko'ra oylik va boshqa daromadlardan kelib chiqib belgilanadi. Demak, bu rasmiy ishda ishlasa, demak o'sha oyligini demak ma'lum bir qismi, ya'ni bitta bolaga 4dan 1, ikkita bolaga 3dan 1, 3dan ortiq bolaga 2dan 1 qismi miqdorida undiriladi. Agar uni boshqa daromadlar aniqlanadigan bo'lsa, mana yuqorida aytganingizdek mualliflik huquqi bo'yicha gonorarlar, dividendlar masalasi, umuman taksichilik qilib pul topyaptimi, demak ushbu daromadlar ham aynan bola manfaatlari uchun o'sha bolalar sonidan kelib chiqib teng taqsimlanishi kerak. Agar ishlamasa deylik, masalan hech qayerda ishlamaydi, rasmiy daromadi yo'q, lekin va boshqa daromadlar bor. Bunaqa holatda sud va boshqa organ hujjatlarni ijro etish to'g'risidagi qonuniga ko'ra boshqa daromadga ega bo'lgan shaxs MIBga o'zi mustaqil ma'lum qilish kerak. Bizda nima? Bizda aliment oluvchilik yuradi. Bu taksichilik qiladi, bu bog'bon, bu fermer menimcha daromad topadi. O'zi aslida aliment to'lovchi va MIBning majburiyati hisoblanadi bu. Ya'ni aliment to'lovchini, oluvchini majburiyati bu o'zini daromadlari haqida MIBga ma'lum qilish, MIBning majburiyati, ya'ni Majburiy ijro byurosining majburiyati esa demak uni daromadlar haqida ma'lumotga ega bo'lib turish. Ya'ni daromadlarni aniqlash. Aniqlandimi, demak o'sha summadan kelib chiqib bolalar soniga mos ravishda demak aliment undirilishi kerak. Agar hech qayerda ishlamasa, hech qanaqa daromadi bo'lmasa, bunaqa holatda bizda demak o'rtacha oylik ish haqi belgilangan, adashmasam 5 million 300 yo 5 million 400 ming so'm miqdorida edi. Har bir viloyatda alohida hududlarga. Shunday. Demak, aynan ushbu summadan kelib chiqib, masalan 5 million 300 mingga 4dan 1, 2dan 1,
yoki 1/3 miqdorida demak undiriladi agar rasmiy daromadga ega bo'lmasa. Agar u masalan oylik ish haqini kam qilib qaysidir ishga kirib olib, oylikni katta olib yoki gonorarni katta olib yurgan bo'lsa, buning uchun qanaqa bo'ladi? Juda ko'p savol beriladi. Aliment olishim kerak, lekin erimni qancha topishini men bilaman deydi. Chunki u birga yashagan bo'lishi mumkin yoki o'sha farzandlarini onasi u erini daromadlaridan kelayotgan, topayotgan puldan xabardor. Daromad manbalaridan xabardor, lekin eri yoki bu ayoli ham bo'lishi mumkin. U daromadlarni yashirish maqsadida barcha daromadlarini boshqaning nomiga o'tkazib qo'yishi mumkin yoki o'sha yoki bu kompaniyada oddiy hali aytganingizdek qorovul yoki bir kichik bir lavozimda rasmiylashtirib qo'yadi. Bunga qanday qaraysiz? Endi bu bo'yicha to'g'risi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 47.4-modda bor. Ya'ni o'sha voyaga yetmagan farzandlarni yoki muomalaga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash. Ya'ni u yerda sudni hal qiluvchi qarori yoki buyruq asosida undirilishi lozim bo'lgan alimentni 2 oy davomida to'lamasa, demak shaxs, ya'ni aliment to'lovchi ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shu vaziyatda e'tibor qaratishimiz kerak. Biz bu yerda faqat tushunishimiz kerak emas, demak sababsiz rasmiy daromaddan yoki norasmiy daromaddan to'lab kelayotgan alimentni 2 oy davomida to'lamadi yoki kam to'ladi deylik. Faqat bunga qaramasligimiz kerak. Yuqorida siz aytayotgan holat, masalan oyligini yashirib boshqa ishga kirdi, kam ishga yoki daromadlarni yashiryapti. O'sha uchun ham aynan 47.4-modda va Jinoyat kodeksining 122-moddalarida bo'yin tovlash degan tushuncha bor. Demak, faqat kechiktirish emas, balki daromadini yashirish ham bu bevosita bo'yin tovlash hisoblanadi. Biz fuqarolarimizdan aynan aliment oluvchilarga tavsiya berardik, agar daromadini yashirish maqsadida kam haqli ishga kiradigan bo'lsa, siz bevosita majburiy ijro byurosiga shikoyat qiling. Ya'ni siz majburiy ijro byurosiga shikoyat qilsangiz, MIB tomonidan uni demak daromadini pasaytirganlik holati aniqlansa, u tegishli demak ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shunday holatlar bo'lishi mumkinki, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, aliment to'lovi vaqtida amalga oshiriladi, er yoki xotini tomonidan o'sha bolalarni ta'minotiga yaxshi qaraladi. Hamma ham siz aytganingizdek yoki hozir suhbatdagidek alimentdan bo'yin tovlaydigan odamlarni hisoblay olmaymiz. Shunaqa o'sha vijdonan o'zini o'sha ta'minot majburiyatiga vijdonan qaraydigan shaxslar ham borki, ular o'zini majburiyatlarini o'z vaqtida bajarib qo'yadi. Endi aliment o'z vaqtida to'lanib boryapti, bolalar ta'minoti bor, lekin shaxsni chetga chiqishi uchun taqiq qo'yilgan. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Xo'sh, chetga chiqishga taqiq qachon qo'yilishi mumkin? Qanday holatlarda qo'yilishi mumkin? Xalq dardini ko'tarish kerak. Xalq ko'ryapti biz. Ko'pchilik aliment to'lovchilarni qiziqtirayotgan masalada shu joyini diqqat bilan eshitishsa kerak. Bu bo'yicha sud va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 42.1-moddasi bor. Aynan o'sha xorijga chiqishga qo'yilgan taqiq masalasi. Bu nafaqat aliment to'lovlari, umuman qarzdorlik masalasi haqida ketadi. Agar aliment to'lovchi alimentlarni o'z vaqtida to'lab borayotgan bo'lsa, qarzdorlik vujudga kelmasa, majburiy ijro byurosi tomonidan chetga chiqishga taqiq qo'yilishi mutlaqo asossiz hisoblanadi. Biz amaliyotda kuzatyapmiz, vaqtida to'lab borayotgan holatlarda ham chetga chiqishga taqiq qo'yilyapti. Nimaga sud va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 42.1-moddasi ishlamayapti? Demak, u yerda qat'iy qoida belgilandimi? Qarzdorligi bo'lsa chetga chiqishga taqiq qo'y dedimi? Bo'ldi. Qarzdorligi bo'lmayaptimi? Vaqtida to'lab boryaptimi? Chetga chiqishga taqiq qo'yish asosiy hisoblanadi. Lekin afsuski hozirgi holatda, hozirgi kunda aliment to'lovchi sifatida reyestrga kirdimi? Bo'ldi. Taqiq 100% qo'yiladi. U to'laydimi, to'lamaydimi? U keyingi masalaga tushib qolyapti. Endi buni ham menimcha bir tomonni o'ylashgan bo'lsa kerak. Ko'pchilik ota yoki ona aliment to'lovchilar chetga chiqishadi, umuman aliment to'lashmaydi. Chetga chiqdi degani bu bo'ldi, ijro qiyinlashdi degani. Umuman undirish imkoniyati agar insofli bo'lsa to'laydi, davom etaveradi. Lekin 10 tadan 8-9 ta odam hozir to'g'ri emas, noto'g'ri niyatda chetga chiqib olsam bo'ldi, u yog'i nima qilsa qilsin degan niyatda bo'lganligi jihatdan ham kelib chiqqan holat bo'lishi mumkin bu amaliyot. Albatta. Bu keyingi masalani ham aniqlashtirib ketaylik. Demak, aliment ta'minoti bor masala.
sal mavzudan chetga chiqqan holda bir savol bor. Bu biz kuzatuvchilarimizdan kelgan savol. Mana yurist advokat sifatida sizlarning fikrlaringiz muhim. Bu menimcha hamma kuzatuvchilar uchun muhim hisoblanadi. Odatda oila uchun juda ko'pchilikda bu masalani ko'rib o'tganmiz. Oila uchun erkak kishi uyiga o'sha chet elda ishlaydi, Rossiya Federatsiyasida, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda uyiga pul yuboradi, ta'minot yuboradi yoki farzandlarimga pul olib berish uchun harakat qilaman deydi. Bizda shunaqa case bo'ldi, shunaqa masala bo'ldi. Erkak kishi uyiga juda katta miqdorda pul yuborgan, bir necha yil davomida uy olishgan birgalikda va uy ayol kishini onasining nomiga rasmiylashtirilgan. Ya'ni uy ayol kishini o'zini nomida emas, onasining nomiga rasmiylashtirilgan. Endi erkak kishi keldi, o'rtada qanaqadir kelishmovchiliklar paydo bo'ldi, nikohdan ajratish masalasi ko'tarildi yoki boshqa. O'sha holatda umumiy mulk bormi degan tushuncha. Erkaklarni qiladigan fintini bu yerda ayol qilgan ekan. Xuddi shunday, ya'ni bu meni uyim, ham bu uy uchun pul yuborganman desa, ayol aytayaptiki, bu meni uyim yoki bu onamning uyi, sizni haqqingiz yo'q. Qayerga borsangiz boring, bunda qanday yechim qilishimiz mumkin yoki umuman yechimi bormi degan masala ko'tariladi bu holat. Yechimi bo'lishi mumkin, faqat shustriy bo'lganmiz o'sha payt. Ya'ni qaysi ma'noda? Bilamizki, oila qonunchiligiga ko'ra er va xotinni biridan, ya'ni er va xotindan birining nomiga rasmiylashtirilgan nikohdagi mol-mulk ikkiga bo'linadi. Bu vaziyatimizda qaynonasini, ya'ni o'sha xotinning onasi nomiga rasmiylashtiryapti. Bu yerda oila kodeksi normalari ishlamaydi. Bevosita biz o'sha fuqarolik kodeksiga, ya'ni ulush masalasiga murojaat qilamiz. Aynan 223, 25, 26, 28-moddalar bor. Aynan u yerda agar o'sha boyagi bizga murojaat qilayotgan shaxs, ya'ni er pul yuborganligini isbotlab bera olsa, masalan, xalqaro demak pul o'tkazmalari orqali jo'natadi yoki bir tanishi orqali jo'natishi mumkin. Demak, shunaqa holatlarda agar isbotlab bera olsagina, u demak ulushini talab qilib chiqishi mumkin. Ya'ni bergan pulini demak o'sha qaynonasi bu yerda javobgar bo'ladi, balki xotini qo'shimcha javobgar yoki uchinchi shaxs sifatida jalb etilishi mumkin sudga. Demak, fuqarolik sudiga da'vo ariza kirib, aynan o'sha kiritgan ulushini, ya'ni pulini qaytarib olish bo'yicha da'vo bilan chiqsa bo'ladi. Isbotlab bera olsa, shunga men shunday kerak. Ya'ni haqiqatan ham bu pullar yuborilganligini, o'sha pullarni uyini sotib olish uchun narxlanganligi, masalan, Western Union deydi, o'sha pul xalqaro pul o'tkazma tizimidagi o'sha kvitansiyalar bo'lishi mumkin. Buni nima qilish kerak? Isbotlab berish kerak bo'ladi. Shunga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Pulni behudaga yuborishda ham e'tiborli bo'ling. Va bu joyda yana bir nozik joy borki, ko'pchilik pul yuborganda xotini shunaqa qo'yish mumkin ekan degan xavf stressgacha ham bormaydi-da. Ko'za kunda emas, kunda sinadi deydi-yu, ammo voy men ishondim, voy bunaqa odamligini bilmagandim deb oxirida dodvoy qilib qolishadi. Bizda bo'ldi xuddi shunaqa holat Samarqand viloyatida. Endi ularning aytishi bo'yicha er aytayaptiki, men chet eldan pul yuborganman uy uchun. Ayoli bilan o'sha muzokaralar davomida gaplashsak, hech qanaqa uy olinmagan. Bu uy mali onamning nomida. Mana shunaqa holatlar bo'ldi. Yoki yana bir masala, nikoh davrida hali er va xotin ajrashmagan, erni onasi, bu boshqa masala o'zi. Erni onasi o'zini farzandiga o'zi yashab turgan uyini hadya qilgan. Hadya qildi nikoh davrida va ayoli norozi bo'lyaptiki, nima uchun erimga hadya qildingiz? Nevaralaringizga hadya qilsangiz bo'lmaydimi? Birinchi masala. Keyingi masala shunday bo'lyaptiki, hadyani men o'g'limga qildim, o'g'limdan keyinchalik o'sha baribir farzandlariga o'tadi degan javob berilganda, aytayaptiki, endi o'g'lingizga bo'lsa, bu bizning umumiy mulkimiz hisoblanadi, bu uyi 50% meniki. Bu holatda qanday bo'lish kerak? Bu holatda yechim to'g'ri bo'ladi. O'sha o'g'li qonunchilik biladigan bo'lsa, kechirib qo'yasiz. Oila kodeksining 25-moddasida katta-katta qilib yozib qo'ygan. O'sha aynan hadya, meros, sovg'a, endi qaytarib olinmaydigan tarzda, ya'ni hadya sifatida, sovg'a sifatida berilgan mulklar bu umumiy mulk sifatida tan olinmaydi va bu holatda ham aynan o'sha sovg'a qilib hadya, bevosita hadya deyilgani ham sabab bor. Hadya shartnomasi qilindimi, unga ertaga ayol yoki eri ikkinchisiga da'vo qila olmaydi va hadya qiluvchini xohishida yuqorida aytasiz, nevaralar qilsangiz bo'lmaydimi? Xohlasam nevaramga qilaman, xohlasam
ko'chada yotib bergan odamga qilaman deyishi mumkin-da ertaga. Masalan, onamasini bekor qilish ham mumkinmi keyinchalik? Masalan, deylik nizo bo'lganda onasi aytdiki, bo'ldi, men uyimni o'zim nomimga qaytarib olaman deb. Xuddi shu masalada aynan juda nozik joyi bor. Hadya sifatida uy berayotganlar yoki mashina berayotganlar eshitib qo'ysin. Hadyani bekor qilishi fuqarolik kodeksida qat'iy qoidasi bor. Siz faqat men noroziman hadya etilishiga bu mulkni, bu bolalarga berish kerak edi, lekin unga rioya qilmayapti, boshqacha tasarruf etyapti degan asos bilan bekor qila olmaydi. Bekor qila oladi, demak o'sha hadyani olgan shaxs hadya beruvchiga nisbatan qasddan jinoyat sodir etsa, demak unga tan jarohatlari yetkazsa yoki uni o'ldirsa, demak mana shunaqa holatlarda aynan fuqarolik kodeksidan norma bor. Shu holatdagina hadyani bekor va bu asosli holat tasdiqlansa, shunday. Va yana bitta yo'li bor buni haqiqiy emas deb topish ham mumkin. Hadya shartnomasini faqat aynan o'sha fuqarolik kodeksida belgilangan tartibda, masalan, qonunchilik talablariga rioya etilmay holatda tuzilgan bitim, masalan, fuqarolik kodeksi 116-moddasi bilan bekor qilish asoslarini ko'tarish mumkin. Yoki fuqarolik kodeksining 123-moddasi aldash, zo'rlik ishlatish, qo'rqitish bilan tuzilgan bitim bo'lishi mumkin. Demak, buni ham isbotlab berish kerak. Masalan, kuyovi majburlab o'tkazib bermasang, ajrashaman, tashab ketaman nabiralaringni. Mana shunaqa holatlar bo'ladigan yo'q. Qo'rqitsa uni, aldasa, ertaga masalan o'tkazib bersang, men demak mana shunaqa senga imkoniyatlarni beraman desa va buni isbotlab bera olsagina, sud tomonidan u bitim haqqi emas deb topilishi va hadya o'ziga qaytib kelishi mumkin. yoki bo'lmasa vaqtincha sizga hadya qilib turay, keyin menga hadya qilib berasiz yoki qanaqadir soliqdan qochish, boshqa bir yanglishish yoki bo'lmasa ko'z bo'yamachilik tarzida bo'ladigan bo'lsa, konkretni o'sha asosli holatlar topiladigan bo'lsa ham bo'lishi mumkinligini aytib o'tsak bo'ladi. Baho beriladi shunday holatdagi. Keyingi masalaga to'xtalib o'tamiz. Hozir bugungi kunda juda aktual masala, savollar ham bu to'g'risida ko'p. Xo'sh, davlat ham aliment to'lashi mumkinmi? Davlat alimentni bir qismini qoplar ekan yoki davlat alimentni to'lab berar ekan yoki shunaqa savol bo'ldi yaqinda. Alimentni shu davlat tomonidan qoplanar ekan-ku, erim baribir ishlamayapti, qayerdadir degan savol bo'ldi. Bu holatga munosabatlaringiz qanaqa? Bu bo'yicha ham o'zi ko'p bo'lmadi, adashmasam 3-4 yilcha bo'lib qoldi qonunchilikka o'zgartirish kiritilganiga. Ya'ni endilikda davlat ham aliment to'lash mumkin. Faqat uni o'sha tartibi bor. Buning uchun aliment to'lovchi shaxs aliment majburiyatini bajarmaganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak va jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak. Qachon ma'muriy javobgarlik kelib chiqadi? Demak, sud qarori va sud hal qiluvchi qarori yoki buyruq asosida to'lash lozim bo'lgan aliment 2 oy davomida sababsiz to'lamasa ma'muriy javobgarlikka tortiladi va ma'muriy javobgarlikka tortilgan kundan boshlab 1 yil ichida yana o'sha huquqbuzarlik sodir etadigan bo'lsa, shunda u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Va jinoiy javobgarlikka tortilganligi bu tegishli jinoyat ishlari bo'yicha sudning hukmi bilan belgilanadi. Va 427-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan nizom bor. Aynan ushbu nizomda demak, sud hukmi chiqdi degani bu alimentni davlat to'lab beradi degani emas. Sud hukmi chiqqandan keyin ham ijrochi alimentni undirish imkoniyatlarini, choralarini ko'radi. Masalan, qarzdor nomidan mulklari bormi yoki mustaqil daromadga ega bo'lib qoldimi, bu holatda shuni tekshiradi. Agar buni ham imkoni bo'lmasa, ijrochi tomonidan demak, o'sha sudning tegishli hukmi asosida aliment to'lovlarini majburiy Respublika majburiy ijro byurosi huzuridagi demak jamg'arma mablag'lari hisobidan to'lash bo'yicha qaror chiqariladi. Demak 20 million so'm bo'lsa aliment qarzdorligi, 600 million so'm bo'lsin, barchasi demak o'sha jamg'arma mablag'lari hisobidan aliment demak oluvchiga qoplab beriladi. Lekin ushbu to'langan summalar davlatning bo'ynida qolib ketmaydi. Bu bevosita aliment oluvchining huquqi davlatga o'tib qoladi. Ya'ni davlat to'lagan pulni baribir o'sha aliment to'lovchidan undirib olish choralarini ko'radi. Endi ba'zilar xursand bo'lib turadi, qutildimmi? Endi keyingi masalaga o'taylik. Bu ham bitta alohida mavzu va alohida savol kuzatuvchilarimizdan kelib tushgan. Bizga murojaatlar bo'lib turadi. Erim 2 yildan beri yoki 3 yildan beri aliment to'lamayapti. Men uni otalik huquqidan mahrum qilmoqchiman degan savol berishadi. Xo'p, otalik huquqidan mahrum qilish mumkinmi buning uchun? Va otalik huquqidan mahrum qilinganlikning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Bu aliment deylik otalik huquqidan mahrum qilindi degani bu aliment to'lashdan ozod etildi deganimi o'zi? Yoki
qanday bunga va munosabatda bo'lish kerak? Qanday javob bergan to'g'ri? juda zo'r savol. Eng asosiy savolga birinchi javob beraman. Ya'ni otalik huquqidan mahrum bo'ldi yoki onalik huquqidan mahrum bo'ldi degani bu aliment to'lashdan ozod bo'ldi degani emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ota-onalik huquqidan mahrum qilish degan narsani o'zi oson emas hozirgi kunda. Unda aynan asos bo'lishi kerak. Ya'ni aynan o'sha ota-onalik huquqidan mahrum qilishning asoslari bor va bunda bevosita o'sha aliment to'lamaslik ham bunga bir asos, spirtli ichimliklarga ruju qo'yganligi yana bir asos, bolaga zulm yetkazishi yoki bolani qattiq qanaqadir o'sha ruhiy ta'sir ostiga olgan bo'lish va boshqa shu kabi holatlar bu yana bir asos. Mana shunaqa holatlar bo'lsagina bu ota bevosita otalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin. Shunday. Yana bir muhim tushuncha bor bu holatda. Demak, otalik huquqidan mahrum etilish aliment to'lashdan ozod etmaydi, lekin otalik huquqidan mahrum etilgan shaxs bolaga nisbatan bo'lgan barcha huquqlardan mahrum bo'ladi. U demak, mehnat liyoqatsiz bo'lib qolib, pensioner bo'lib qolsa, bolasidan aliment talab qila olmaydi, bolasi bilan ko'rishib tura olmaydi, demak, bolasini olib qo'ya olmaydi. Bolaga nisbatan demak, ota barcha qarindoshlik rishtalaridan mahrum bo'ladi. Demak, shu jihatiga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Va demak, o'sha aynan otalik, onalik huquqidan mahrum etish nizolari bo'yicha plenum qarorida ham demak, garchi yuqorida aynan Oila kodeksining 70, 79, 80-moddalarida keltirilgan o'sha 4 ta asos yoki 5 ta asosdan biri yoki ularni barchasi bo'lsa ham sudlar otalik yoki onalik huquqidan mahrum etishni o'ylab ko'rsinlar. Bu jiddiy asos hisoblanadi. Garchi uni asosi bo'lsa ham demak, sudda uni arizasini rad etish huquqiga ega. Demak, shu jihatlariga ham sudga da'vo ariza kiritayotganda e'tibor qaratish kerak bo'ladi. O'zi eng avvalo ota-ona bu o'rinda hamjihat bo'lish kerak. Bu ota-ona ajrashishi yoki bolani otalik huquqidan mahrum qilinishi degan masala o'zining yo'liga, u ertaga u bolani tarbiyasi, uni yetim bo'lib qolishiga, tirik yetim bo'lib qolishiga sabab bo'lishiga ham alohida e'tibor berish kerak. Yana bir aktual masalaga to'xtalib o'taylik. Menimcha yakunlovchi masalamiz ham shu bo'lishi mumkin. Aliment miqdorlari to'g'risida gaplashdik, chet elga chiqish taqiqlari to'g'risida ham gaplashib o'tdik. Xo'sh, bir martalik alimentni to'lash miqdori va bir marta to'lab alimentdan qutulib aliment to'lamaslik mumkinmi? Buning uchun nima qilish kerak o'zi? Masalan, erkak kishi rozi bo'lishi mumkin bir martalik to'lashga, ayol kishi norozi. Buning uchun qanaqa tartibi bor o'zi? Bu to'g'risida nima deya olasiz? Endi bu bo'yicha ham Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tartibga solingan bu munosabatlar, ya'ni 808-sonli qaror bor. Aynan ushbu o'sha 808-sonli qarorda keltirilishicha, demak, ikkita yo'li bor. Birinchisi, er-xotin o'rtasida notarial tartibda kelishuv tuziladi, kamida 5 yillik aliment oldindan to'lash kerak bo'ladi. Agar bunda turmush o'rtog'i rozi bo'lmasa, fuqarolik sudiga ijro usulini o'zgartirish bo'yicha ariza bilan murojaat qilishga majbur bo'ladi. Yoki bo'lmasa, agar uni to'lash imkoniyati bo'lmasa, qarzdori nomidagi mulk bo'lishi kerak. Avtotransport vositasimi yoki ko'chmas mulkmi bo'lishi kerak bo'ladi. Va demak, ushbu mulkning qiymati Vazirlar Mahkamasining 808-sonli qarori asosida ba'zi hisoblash miqdorining 250 baravardan kam bo'lmasligi kerak. Aynan ushbu summadan kam bo'lmasa, kelishuvga erishilsa, demak, garovga qo'yib ketsa bo'ladi. Agar bunday ham kelishuvga erishilmasa, tegishli tartibda o'sha fuqarolik sudiga murojaat qilinadi va fuqarolik sudi tegishli ajrim chiqarib, ijro usulini o'zgartirishi mumkin. Ya'ni chetga chiqishga qo'yilgan taqiq yechilishi mumkin. Lekin sudga ariza berayotganda aynan siz chetga nima sababdan chiqayotganingizni asoslab berishingiz kerak. Siz masalan umra yoki haj safarlariga borishingiz mumkin. Siz davolanish uchun borishingiz mumkin. Siz demak qanaqadir daromad yoki konferensiyalar masalasida borishingiz mumkin. Demak, bu holatda ham sudga isbotlab berish demak majburiyati sizda bo'ladi. Demak, hozir savol kelib chiqdi hozirgi holatda. Masalan, davolanishga ketmoqchi yoki bo'lmasa aylanishga ketmoqchi, biroq alimenti bor, tasdiq bor. Uni ham sudga berib, bekor qildirib, 2-3 oylab yurish kerakmi? Afsuski shunday. Chunki Oila kodeksi va sud hujjatlari boshqa organ hujjatlar to'g'risidagi qonunda va 808-sonli qarorda demak qat'iy qoidalar belgilangan. Lekin men shu bizdan kelib chiqib aytmoqchi bo'lardimki, bu bo'yicha bir qonunchilikka o'zgartirish kiritilishi kerak deb o'ylayman. Chunki masalan kimdir bir hafta borib keladi, ruxsat beradi yoki bir oyga viza beradi, borib keladi, davolanish uchun borib keladi, 5 yilligini to'lashga imkoniyati yo'q, garovga qo'yishga imkoniyati yo'q. Demak, realniy asosli sabablar bo'lsa, demak, MIB tomonidan qanaqadir ruxsat berilishi kerak, xotinni rozi bo'lmasa ham. Soddalashtirilgan tartibga o'tkazilishi mumkin. Albatta, Holatlar asosida keltiriladigan bo'lsa, balki sud umumiy da'vo tartibida emas, balki
Shunday. to'lovi tartibida ma'lum bir muddatga ruxsat berish tartibini joriy qilish ham Albatta. Demak, aliment masalamiz bo'yicha muhokama qilinadigan mavzular juda ham ko'p. Mana hozir bizni kuzatayotgan obunachilarda bizdan ham ko'p savollar tug'ilyapti. Kommentga yozsam, o'ziga chiqsam deb o'ylab turishib, kommentga yozing bemalol, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol o'sha shaxsiy sahifalarga chiqishingiz mumkin. Muhriddin aka, bugungi suhbat uchun sizlarga alohida rahmat. Hozir qo'yib bersam, ertalabgacha gaplashib chiqamiz bu mavzuni. Juda mavzu keng, juda muhim, bo'lib ham hozirgi kunda aktual tomonlari juda ham ko'p. Lekin vaqtimiz chegaralangan. Keyingi sonlarimizda balki savollar ko'paysa bir qisman javob berib ketishimiz mumkin, lekin kommentda aniq javob beramiz. Savollarni bemalol qoldiringlar. Videoga like bosib, o'sha yaqinlarga ulashib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Demak, so'nggi fikrni beramiz akalarimizga. Demak, yurist podkast loyihasini kuzatishda davom etinglar. Bizda hali yangi loyihalar bor va albatta like tugmasini bosib, yaqinlarga ulashib, izohlarda aynan bugungi demak sonimiz bo'yicha o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. va shu o'rinda yakun. Demak, qonunni bilish kerak va qonunlarga har doim amal qilishni unutmaslik kerak. Va 3-tarkibiy qism albatta bizni kuzatishda davom etish kerak. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar.